Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan o'tgan mavzularimizda fayllarni yaratish, papkalarni yaratish, fayllarni ichiga ma'lumot yozish va ularni o'qishni o'tdik. Endi sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz mana shu fayl va papkalarni qanday qilib qidirishlikni ko'rib chiqamiz. Ya'ni find mavzularini ko'rib chiqamiz. Birinchi sizlar bilan ko'rib chiqadigan buyrug'imiz, ya'ni which komandasi bo'ladi. Which komandasi o'zi bizga nima uchun kerak? Mana shu biz ishlatayotgan kodlarimizda yoki bo'lmasa bizdagi o'rnatilgan dasturlarni qaysi katalogda joylashganligini topish uchun kerak bo'ladi. Misol uchun mana SSH buyrug'imiz, ya'ni user bin katalogida joylashgan. Yoki bo'lmasa which deb nmap dasturimizni ko'rsak bo'ladi, u ham user binda joylashgan. O'zi ko'pincha mana shu bizda o'rnatilgan dasturlar user bin katalogida joylashgan bo'ladi. Demak, bu eng oddiy komandalardan va bizga eng asosiysi find komandasi bo'ladi. Ya'ni find komandasi bizga nima uchun kerak? Find komandasi papkalarni va fayllarni qidirish uchun kerak bo'ladi. Mana shu tizimimizdan yoki bir istalgan joydan qidirishlik uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bizga birinchi kerak bo'ladigan, ya'ni find komandasi yoziladi va undan keyin biz qayerdan qidirish joyimizni yozishimiz kerak. Ya'ni biz nimanidir qidirmoqchi bo'lsak, qayerdandir qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda qidiradigan joylarimiz qaysidir katalogdan qidirishimiz mumkin. Misol uchun downloads papkasining ichidan. Mana downloads papkasining ichidan qidiryapmiz. Ya'ni bizga kerak bo'ladigan faylni nomini yozishimiz kerak. -name va nom undan keyin qo'sh tirnoqda ichida bo'ladi. Misol uchun biz qandaydir faylni qidiramiz yoki txt faylni. Shu yerga biz qandaydir faylni yoki nomini bilmasak, yulduzcha nuqta txt deb yozib qo'yamiz va enter deb bosamiz. Shunda bizga mana shu downloads katalogining ichidagi barcha txt fayllarni chiqarib beradi. Misol uchun mana qidirdik. Yana bir bor ko'ramiz. Ya'ni qayerdan qidirishligimizni yozamiz va nomini yozamiz. Nomi mana shu ikkita qo'sh tirnoqda ichida bo'ladi. Misol uchun ako1 txt faylni qidiramiz. Mana ya'ni downloads papkasining ichida bor ekan. Endi biz mana shu turgan joyimizdan qidirib ko'ramiz. Find, ya'ni biz turgan joyni berishimiz uchun nuqta. Ya'ni mana shu turgan joyimiz va ichki papkalarning ichidan ham qidirib beradi. Va nomini yozishimiz kerak. Bizga kerak bo'ladigan yana qo'sh tirnoq turgan joyimizdagi va barcha ichki papkalarning ichidan qidirib beradi. Ya'ni barcha tekstlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa find deymiz, nuqta nomi yangi nuqta txt. Shu turgan joyimizda yangi txtimiz bor. Xo'p, mana. Demak, yana biz mana shu turgan joyimizni aynan mana shu uy katalogini berishligimiz uchun find va to'lqincha slash, ya'ni tilde belgisini beramiz. Name. Papkalarni ham qidirsak bo'ladi. Misol uchun shu yerda mana music papkasini qidirsak, home va kalida, ya'ni uy katalogimizda music papkasi joylashgan. Bizga qidirib beradi. Endi yanada aniqroq qidirishimiz mumkin, ya'ni turi bo'yicha ham qidiramiz. Ya'ni agarda biz find deb mana shu joydan qidirayotgan bo'lsak, bu music yo papka yoki faylligini bilmaymiz. Agarda faylimiz ham bor bo'lsa, birdaniga chiqarib beradi. Lekin uni ajrata olmasligimiz mumkin. Shuning uchun yana qo'shimcha mana bu yerda -type turini beramiz. F deb bersak fayl bo'ladi, ya'ni D deb bersak directory, papka bo'ladi. Mana papka bo'yicha beramiz, ya'ni music papkasi joylashgan, ya'ni katalogi. Agarda F deb bersak yo'q.
Ya'ni music u fayl emas. Shuning uchun biz type funksiyasida, ya'ni optiondan foydalanamiz. Type F desak bizga fayl bo'ladi, type D desak esa papka bo'ladi. Xo'p. Agarda biz mana bu bo'yicha ham qidirishimiz mumkin. Find mana shu misol uchun ichki papkalardan turini beryapmiz va file deyapmiz. Uni katta kichik harfini e'tiborga olmasdan ham qidirishimiz mumkin. Ya'ni -i name bo'ladi va qo'sh tirnoqning ichida boyagi yangi degan tekstimiz bor edi, ya'ni faylimiz u bor. Xo'p, bizga beryapti, ya'ni in name. Bizga mana shu qidirayotgan faylimiz yozuvda, ya'ni to'g'ri bo'lsa, aynan fayl bor bo'lsa, katta kichik harfni e'tiborga olmasdan chiqarib beradi. Xo'p, buni ham o'rgandik. Endilikda biz mana shu fayllarni o'lcham bo'yicha ham qidirishimiz mumkin. Find turgan joydan turini beramiz. F endi size o'lcham bo'yicha qidiramiz. Agarda -2 m deb bersak, ya'ni 2 megabaytdan kichik fayllarni bizga chiqarib beradi mana shu turgan joyda. Mana bizda shuncha fayllarimiz bor. Barchasi 2 megabaytdan kichik. Agarda biz shuni +2 desak, demak 2 megabaytdan kattalarni chiqarib beradi. Ya'ni ular zip papkalar, zip fayllar, HTML, PDF barchasi 2 megabaytdan katta hisoblanadi. Agarda yana bitta kod qo'ysak bo'ladi. Misol uchun 2 megabaytdan katta yoki 2 megabaytdan katta dedik, lekin -5 megabaytdan kichik deb oralig'ida ham qo'yishimiz mumkin. Mana. Ya'ni 2 megabaytdan bular hammasi katta, lekin 5 megabaytdan kichik. Xuddi shu orqali ham qo'ysak bo'ladi. Endi yana bitta o'rganadigan asosiylardan biri, misol uchun find deb qidiryapmiz. Ya'ni tizim fayldan qidiraylik. Turini beryapmiz. Ya'ni fayl bo'lsin bizga. Turini berdik va nomi barcha config, ya'ni konfiguratsiya fayllari bo'lsin. Enter. Demak, bizga barcha konfiguratsiya fayllarini berdi, lekin ichida bizga keraksiz, ya'ni keraksiz emas. Bizga mana barcha konfiguratsiya fayllarini chiqarib berdi, lekin ichida xatolik fayllari ham bor. Ya'ni bu qanday bo'lyapti? Qaysidir katalogning ichiga kirib chiqyapti, unday config fayl yo'q. Demak, topa olmadim deganday permission denied beryapti. Mana. Yana ichida bor. Bu ya'ni bizda xatolik beryapti desak bo'ladi. Lekin mana permission denied. Agarda mana shu xatoliklar juda ko'p chiqishi mumkin. Mana shuni yo'qotishni kodi bor. Ya'ni xuddi mana shunday yozganimizdan keyin 2 dan katta, ya'ni /dev/null komandasini yozamiz. Enter bossak, mana hech qanday bizga xatolik bermaydi, hech qanday permission denied xatolik chiqqani yo'q. Ya'ni u qanday bo'ladi? Xatoliksiz bizga barcha kerakli biz qidirgan fayllarni chiqarib ber degan buyrug'imizday bo'ladi. Ya'ni xatoliklar kerak emas. Ya'ni kimdir qaysidir xonaga borib qidirib chiqdi, men u yerdan topa olmadim deganday, menga u kerak emas, menga topganing qiziqroq deganday, xuddi mana shu kodni yozamiz. Yana ko'rib chiqadigan optionimiz qolibdi. Misol uchun mana shu turgan joyimizdan qidiraylik. Turi fayl bo'lsin. Endi biz vaqti bo'yicha qidirishimiz ham mumkin. -m time. -6 deb bersak, ya'ni mana shu 6 kun ichida o'zgartirilgan fayllarni ko'rishimiz mumkin.
Shu bilan mana shu bizga eng kerakli bo'ladigan find komandalarini ko'rib chiqdik. Endi sizlar bilan locate komandasini ko'rib chiqamiz. Locate komandasi esa bizga umumiy qilib ma'lumotlarni topishga harakat qiladi. Ya'ni birorta papkani bersak, papkani barcha ichidagi ma'lumotlari bilan chiqarib beradi yoki o'sha so'z bilan qidirayotgan ma'lumotimiz bo'lsa, ya'ni fayllarimiz bo'lsa, umumiy qilib hammasini chiqarib beradi. Misol uchun mana locate yangi nuqta txt enter. Shu turgan joyda yoki locate music. Mana birdaniga music papkasi va papkasini va mana shu nomdagi, ya'ni music nomi qatnashgan fayllarni ham bizga chiqarib beryapti. Yoki bo'lmasa locate downloads. Barcha downloads papkasini ichidagi fayl va papkalarni chiqarib beryapti. Ya'ni bu finddan salgina farq qilishi mana shunda. Yoki locate bironta fayl txt. Fayl.txtlarimiz simple mana fayl txt. Ya'ni o'sha so'z bo'yicha ham bizga qidirib aynan faylni chiqarib beradi. Keyin agarda locate komandasi ishlamay qolishi ham mumkin. Ya'ni yangilanish qilishimiz kerak. Ya'ni sudo update db. Bo'ldi, mana locate komandasini bir yangilab olgandan keyin bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, locate yana bir komandasi qoldi. Ya'ni locate mana shu qo'sh tirnoqning ichida biz qidirmoqchi bo'lgan barcha, misol uchun log fayllarimizni ko'rishimiz mumkin. Barchasini chiqarib beradi. Bunda ham qo'sh tirnoqning ichida joylashgan bo'ladi. Shu bilan locate komandamiz ham tugadi. Ya'ni bizga bu darslarimiz nima uchun kerak? Ya'ni birorta tizimga kirganimizda va bizga eng kerakli bo'ladigan fayllarni yoki konfiguratsiya fayllarni, qandaydir papkalarni qidirishligimiz uchun juda kerakli kodlar hisoblanadi. Buni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Shu bilan darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsgacha xayrlashamiz. Agarda birorta savollaringiz bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin.